Assalomu alaykum Modaline obunachilari. Toza tovarlarimizning obzorini davom ettiramiz. Aldi adresimizni tushuntiradigan bo'lsam, do'konimiz Raycenterda, rayon Nalokni to'g'risida, Urganch Univermagini 7019 marshrutining yo'lida. Rayon hokimiyatini 70. Shu dvoykamizni obzor etib boshlasak, materiali shifon, yenglarini shuni valalla qo'yib ishlangan, razmeri standart bemalol 54-razmergacha to'g'ri keladi. Yubkalari pishni etib ishlangan, dimxo'shroq bo'lib turadi, kачествоsi dimzo'r. Narxi 670 ming so'mdan. Pekin fabrichniy mahsulot. Keyingi shu dvoykamiz ko'pchilik yoqqan, bugun gurlanam dastavka etib chiqarib berdik. Buni razmerlari 48 dan 54 gacha, narxi 515 ming so'mdan. Ustida shuning lion koftasi, belida remeni bilan, pastida esa shuning yubkasi bor. Dimxo'shroq bo'lib turadi. Keyin shuning yubkasi garoshkali variantidan bir dona qoldi. 52-razmer, 50-razmeridan bir dona qolgan. Bu ham dimxo'shroq bo'lib turadi. O'qituvchilar ofis variantidagi kiyim qidirib yurgan ayollarimiz uchun dimmas. Keyin shunday kofta yubkamiz bor, yosh qizlarimiz uchun. Bu ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Buni faqat oq rangidan 2 dona qolgan. Buni narxi esa 305 ming so'mdan. L, XL razmerlarda kelgan. Keyin shuning variant kofta yubkamiz ham bor. Dimxo'shroq bo'lib turadi. Yubkasini bo'yi uzun. Materiali shunday yoqimli, teningizda bo'y yo'qligi bilinmaydi. Aldilari shuning krujvala qo'yib ishlangan, narxi 435 ming so'mdan. Buni razmerlari standart qora, oq ranglaridan bor. Oq rangi ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Keyin xuddi shu dvoykamizni yeng uzun varianti bor. Bu sal boshqacharoq kelgan. Bu ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Narxi buni ham 435 ming so'mdan. Yubkalar ham xushroq etib ishlangan. Buni shuning oq, keyin seri ranglaridan bor. Seri rangi ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Razmerlari standart bemalol 54-razmergacha bo'ladi. 56-razmergacha keladi. Keyin bu variant lion dvoykamiz ham bor. Bu ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Ranglari ham dim nejniy bo'lib kelgan, yubkasi uzun. Razmerlari standart, narxi esa 384 ming so'mdan. Bejviy rasvetkasi ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Golbo'y rasvetkasi ham dimxo'shroq kelgan. Hijobli ayollarimiz uchun ham qulay. Hijobsiz ayollarimiz ham bemalol hazatib kiysalar bo'ladi. Keyin buning yashil varianti ham bor. Ko'k sveti ham xushroq. Keyin qorali svet ham bor. Oq bilan qora aralash bu rasvetkasi ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Keyin yosh qizlarimiz uchun shuning xo'sh, nejniy kofta yubkalarimizdan keldi. Bemalol to'ylar va вечерний yetib kiysalar ham bo'ladi. Belida shuning bel bog'i bilan aldilari baklatib ishlangan, yubkasi uzun, sontiklosh, dimxo'shroq bo'lib turadi. Hamma rasvetkalari nejniy, materiali original HB, ustingizda bo'y yo'qi bilinmaydi, islatib bermaydi. Narxi 530 ming so'mdan. Bu varianti ham dimxo'shroq kelgan. Nejniy bo'lib turadi. Hijobli qizlarimiz uchun ham dim udobniy. Bu rasvetkasi ham dimxo'shroq. Hamma ranglari nejniy bo'lib kelgan. Keyin katta yoshdagi ayollarimiz uchun shuning italyanskiy shtapel materialidan shuning xo'sh dvoykamizdan kelgan. Aldilari ruchnoy rabota, qo'lda tikilgan, yuvsangiz ham yechatmaydi. Yubkasi sontiklosh, keng bo'lib turadi. Materiali italyanskiy shtapel. Dimxo'shroq bo'lib turadi. Razmerlari XL dan 5XL gacha, narxi esa 650 ming so'mdan. Keyin shuning lion dvoykamizdan bor. Bular yubkali variant. Hijobli ayollarimiz uchun dimxo'shroq bo'lib turadi. Aldinda bir dona kisasi bor, diymali. Buni narxi 350 ming so'mdan. Bu varianti ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Razmerlari ML razmerlarda kelgan. Keyin katta yoshdagi ayollarimiz uchun shuning kofta yubkamizdan bor. Aldilari dim nejniy etib ishlangan. Belida shuning bel bog'lari bilan. Yubkasi ham uzun, keng bo'lib turadi. Materiali lion, kisalari bilan. Razmerlari XL dan 5XL gacha. Narxi esa 464 ming so'mdan. Keyin shu kofta yubkamiz ham dimxo'shroq, materiali dimzo'r, eningizda bo'y yo'qi bilinmaydi.
Bu naqshlari o'zini vishivga etib ishlangan. Yubkasi ham uzun, volanli, pastlaridan kupon vishivga etilgan, dimxo'shroq bo'lib turadi. Temno-siniy, bejviy, keyin qora rangi bor. Qora rangi ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Hamma rasvetkalari xo'shroq kelgan. Bularning razmerlari standart, narxi 560 ming so'mdan. Bu variant kofta yubkamiz ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Oldinda ikki kissasi bilan bu zamokli variant. Yubkalar ham kissa qo'yib xo'shroq etib ishlangan. Buni temno-siniy, korичневый, keyin shuni ro'zg'or rangi bor. Hamma rangi xo'shroq kelgan. Razmerlari XL dan 3XL ekan. Yo'q, 4XL ekan. XL dan 4XL bor razmerlari bor ekan. Bu 624 ming so'mdan. Keyin shuni xo'shroq dvoykamizdan kelgan. Buni kачествосini aytib o'tirish mumkin emas. Videoni o'zida bilinib turibdi. Zamoklari ham original zamokdan qo'yilgan. Bellari bel bog'li. Shortslarda kiyilgan variantini ham qo'yib o'tamiz. Pastlari sportivniy etib ishlangan. Material dimzo'r, yubka yozda bemalol kiysa bo'ladi. Kissa qo'yib ishlangan. Buni razmerlari XL dan 5XL acha. Narxi 624 ming so'mdan. Dim shikarni bo'lib turadi. Turkiya bir etib ishlangan. Bir go'shtda turk deb o'ylaysiz. Bu dvoykamiz ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Kissali variant. Üst oldinda shuning bel bog'lari bilan boylab qo'yasiz. Modniy bo'lib turadi. Yenglari uzun, razmerlari standart. Hamma rasvetkasi xo'shroq kelgan. Bu siniylar rasvetkasi. Bir de bordoviy qilichli rasvetkalar bor. Bu ham dimxo'shroq bo'lib turadi. Dvoykamizning narxi 320 ming so'mdan. Keyin shuning turetskiy Lion dvoykamizdan kelgan. Usti Lion, pastida shuning jins kiloti bor. Bular dvoyka, kissalari bilan ishlangan. Dimxo'shroq bo'lib turadi. Buning narxi 720 ming so'mdan. Bular Turkiyaning mahsuloti, original mahsulot. Oldilari ham vishivga etib, gullari ruchnoy работа tikilgan. Yuvsangiz ham yechatmaydi. Bu hamma rasvetkasi xo'shroq kelgan. Bizda dastavkalarimiz ham bor. O'zingiz yoqqan xohlagan kiyimni skrinshot etib Telegramimizga bog'lansangiz, dastavka etib chiqarib beramiz. Shuning troykalarimizdan bor. Jinsi, ichida o'zini shuning yengkalta koftishkasi, ustida shuning kostyumchiki, keyin pastida yubkasi bor. Yubkalar ham demokratni ishlangan, aldi zamokli etib, kissali variant. Bularning jinsi yubka bemalol hozirgi havoda kiysangizlar bo'ladi. Keyin buni kilotli varianti bor. İçinde şuni yengkalta koftasi, ustida shuni rubashkasi, keyin pastida kiloti bor. Buni bemalol yozdan kiysangiz bo'ladi. Nashta jinsi yubka, razmerlari standart, narxi 430 ming so'mdan. Pekin fabrichniy mahsulot. Hamma rasvetkalari xo'shroq, hamma gullari xo'shroq bo'lib kelgan. Keyin shuni Lion doykamizdan ham bor. Oldilari vishivga etib ishlangan, original Lion. Oldilari dimali bo'ladi, yenglari ham vishivga etib ishlangan. Kiloti keng bo'lib turadi. Dimxo'shroq bo'lib turadi. Qora, bejviy, keyin ivory svetlari bor. Hamma svet xo'shroq bo'lib kelgan. Razmerlari L, XL razmerlarda kelgan. Narxi 480 ming so'mdan. O'zbek razmerida 48 dan bemalol 52 razmergacha bo'lgan ayollarimizga to'g'ri keladi. Keyin shuni xo'shroq Lion dvoykamizdan ham keldi. Materiali dum yubka, yoqimli material. Ingichda boyoqi bilinmaydi. Narxi 355 ming so'mdan. Pastda shuning kilotidan xo'shroq etib ishlangan kissalari bilan. Buni ikki xil variantdagisi bor. Shuning iri garoshkalisi bor. Keyin mida varianti bor. Bu ham demokratniy bo'lib turadi. Hijobli ayollarimiz ham giysa bo'ladi, bemalol orqani yopadi. Keyin buning variantimiz bor. Bu ham Lion, oldinda ipi boylanib turadi. Xo'shroq bo'lib turadi bu. Bo'yi uzun, bemalol orqani yopadi. Plastik kilotli, kilot kissalari bilan ikki xil rasvetkada, shu rasvetkada. Keyin busiga kelgan ikkisi ham xo'shroq S, M razmerlarda kelgan. Bundan faqat S razmeri qoldi. Bundan S, M razmerlari bor. Narxi 355 ming so'mdan. Keyin shuni Lion dvoykamizdan bor. Bu ham xo'shroq bo'lib turadi. Yoqalari stoyka, orqalari shuning modniy etib ishlangan, kачество dimzo'r. Kilotam akkuratni ishlangan kissalari bilan. Bularning razmeri S, M, L razmerlarda kelgan. O'zbek razmerida
48 dan bemalol 54 bo'lgan razmerlarga to'g'ri keladi. Narxi 560 ming so'mdan. Keyin shuni Lion dvoykamizdan bor. Buni o'zim ham giyib ko'pman. Dimxo'shray bo'lib turadi. Ko'rganlaringizdek, buni korичневый, bordo ranglari bor. Keyin shuni голубой цвeti bor. Keyin темно-синий ranglari bor. Темно-синий rang ham dim shikarni bo'lib turadi. Kачествоsi dim zo'r, original Lion matosi. Bilasizlar, Lionlar qimmat yuradi. Buni narxi 830 ming so'mdan, razmeri standart. Keyin